Salom bolalar, menda yomon xabar bor. Bugun mening qishlog'imga minglab zombilar hujum qiladi. Albatta, qishlog'imni himoya qilishim kerak. Sizlar videoni ko'rishdan avval kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasa. Bolalar, bularni himoya qilish uchun albatta bizga kreativ rejim kerak bo'ladi. Biz esa boshladik. Men qishlog'imni emas, uyimni himoya qilishim kerak. Avvalo mana bu Lamborghinimni qaranglar bolalar. La'nat zombi mana buni yo'q qilib tashlash kerak. Mayli. Xo'p. Bu albatta Lamborghini emas, bu esa Bugatti. Ajoyib, to'g'rimi? Men yangi mashina olganimdan xursandman. Bu yerga mashinani solaman. Mana bu yerga chiroyli qilib solishimiz kerak. Ajoyib. Endi chiqamiz. Ajoyib soldik. Endi mana bu bilan yopib qo'yamiz. Bu yerga hech kim kira olmaydi. Xo'p. Endi biz avvalo mana bu zombini o'ldirib olishimiz kerak. Uyimga kirmay. La'nati. Xo'p. Xo'p bolalar, mening kiyimim bu emas, aksincha mening kiyimim tepada. Oh, mashina. Xo'p, tepada. Mana bu mening kiyimim. Ajoyib, to'g'rimi? Himoyasi ham juda kuchli. Endi men birinchi mayli, hech nima bilmadi. Birinchi men uyimga eshik qo'yishim kerak. Men temir eshik olaman. Biz bu yerni temirdan himoya qilamiz, temir bilan. Xo'p. Temir eshik emas, oddiy eshik qo'yaveraman. Endi uni shu yerga eshik qo'yaman va temir bilan uyimizni qurishni boshlaymiz. Menimcha mana shu yerdan qilsak bo'lsa kerak. Va menda qurollar ham bor, o'shalarni ham ishlatamiz albatta. Qurollar ham kerak bo'ladi. Qurollar mana bu yerda edi. Yo'q, mana bu yerda edi. Hozir ko'rsataman. Bu yerda mashinalar, avtomobillar. Mana bu yerda qurollar bo'lishi kerak. Mayli, keyinroq qo'shaman qurol modini. Balandroq qilishimiz kerak. Ular juda kuchli bo'ladi. Xo'p. Tezroq qilishimiz kerak. Ular 3 fazidan e'tibor bo'ladi. Birinchisi oson, ikkinchisi qiyin, uchinchisi juda qiyin. Hop, menimcha birinchi fazi yaqinda keladi, ular kechqurun keladi. Hop, uji tuman boshlanyapti. Ko'ryapsiz. Hop. Hop. Men mana bunday joy yasab oldim. Ajoyib, to'g'rimi? Hop, mana bunday devorlar ajoyib va narvon. Endi bu yerga chiqqandan keyin maxluq zombilarni qanday qilib o'ldiramiz? Hop. Ularni men qandaydir yo'l bilan o'ldirishni istayman. Hozir internetni ko'raychi. Men nima qilishni tushundim. Men bu yerlarga lava qo'yib chiqaman. Chunki lava hamma narsani yo'q qila oladi demakki. Eshik qo'ysak, eshik lavadan himoya qilar ekan. Hop. Endi men bu yerlarga nima qilsam bo'ladi? Hop. Mana bu mening uyim. Bor yo'g'i shu, to'g'rimi? Lekin menimcha bo'ladi. Men zombilardan shunday qilib himoyalana olmayman shekilli-yu, lekin bu ajoyib. Tuman yo'qoldi. Atrofi ham chiroyli bo'ldi. Mayli. Men mana bunda temir blok va hop.
Mana bunday temir blok ve mana bu nima deydi? Xullas o'shalardan qo'yib chiqaman. Avvalo temir bloklarni qo'yib chiqaman. Bitta-bittagidan. Hop, bitta-bittagidan. Hop. Mana bunday qila olasizlarmi? Menimcha oddiy qilib qo'yishim kerak. Vallah, mana buni qaranglar. Ajoyib minora qilib chiqdim. Hop. Endi bu yerdan mahluqlarni yo'q qilish uchun nimalar qilsak bo'ladi yana? Hop. Menimcha yana har xil modlarni qo'shishim kerak. Modlarni qo'shdim. Mana buni qaranglar. Ajoyib, to'g'rimi? Ozgina qo'yapti, hop. Yomon o'tadi bu. Ko'rdinglarmi? Ana endi zombilar kelishiga tayyormiz. Hop. Zombilar ham kelishni boshladi. Hop. Ham kelishni boshladi. Ularni otib tashlash kerak emasmi? Hop. Granatalardan ham otamiz. Hop. Hammasini otishimiz kerak. Ular otishni ham bilar ekan. Hop. Tezroq. Hop. Tezroq otishimiz kerak. Evet bolalar, biz yutdik. Hammasini o'ldirib tashladim men. Ularni o'ldirish oson bo'lmadi. Video zapis o'chib qolgan ekan. Qancha qiynalganimni ko'rmadingiz siz. Hop, mayli. Endi men keta qolay.